4 xonali birinchi qavatimizda oldi orqa огород, огражденияларimiz mavjud, avtoparkovkamiz bemalol. Eng muhim joyi lokatsiyasi bo'ladi. Yunusobod 3-kvartal, shunda Megaplanetda ro'parasi. Universitet, metro, mega targ'ibot kompleks hamma narsa ikki qadamli. Maktab, bog'cha ham yon atrofimizda mavjud. Lokatsiyasi zo'r, birinchi qavatimizda joylashgan 83 kvadrat, 4 xona, yangi remont, hali hech kim yashamagan. Общий maydonimiz 83 kvadratli metr, egalari 129.900 dollarda so'rashyapti. Albatta kelishiladigan joylari bor. Birgalikda uy ko'ramiz, qarang. Asosiy podyezddan kirish eshigimiz, bu yog'imizda stroyni prixo'ja mebel yasatilgan, oynamiz mavjud, o'zingizga qarab chiqib yurishingiz. Devorlarimizda pol natijasida yangi zamonaviy texnologiyada qilingan. Keling, bu tarafdan boshlaymiz. Bu yog'imizda sanuzel birinchisi bu bizda hammomimiz bo'ladi. Chiroyli 120 ga 60 qimmat kafelardan taqib qo'yishdi. Bu yog'imizda marhamat birinchi spalnimiz. Gilamli, parda, mebel obstanovka olib kelib joylashtirib, mazza qilib yashaydigan uy bo'lyapti. Xo'p, bu yog'imiz esa bizda ikkinchi xona bu detskimiz bo'ladi va uchinchi xonamiz esa bizda bu o'sha anchagina kattaroq spalni bo'ladi. Rangli, interyerli, dekoratsiyalar, stil juda ham chiroyli, ajoyib chiqdi. Keling, davom etamiz. Asosiy xonamiz 4-xona bu zalimiz bo'ladi. Mehmon kutadigan xonamiz 5 ga 6 zal, 30 kvadrat mana xonani o'zi bor. Mягкий mebel, 12 tali stol, servirovka qo'yib, bemalol yana пространство ham qoladi. Keling, davom etamiz. Shu prixoshka yo'lanishimizda ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, xonalar, sanuzellarimiz hammasi alohida bo'ladi. Bu yog'imizda esa bizda hojatxonamiz, hojatxona ham anchagina keng. Bu yoq tarafda o'sha matoviy chiroyli ranglarda svetli rastetli kafelimiz va biz oshxonaga kiramiz. Oshxonamiz stroyni kuxona garnituri yasatilgan, taqilgan, hamma narsa ishlaydigan holatda. Bu yoq tarafga esa kir mashinani joylashtirasiz. Va shu oshxonadan biz orqa hovliga chiqamiz. Oynamiz bor, mana eshigimiz. Mana tapchika yo'q ekan. Naveslarimiz bor, tegi polniy podvol, manba огород, bu yoq taraf polностью глухой, mashina odam o'tmaydi, archaliga kelib qo'yibdi. Endi yana o'zingiz uchun darobotga qilib, besetkalar qo'yib, mazza qilib shu xonadonda siz xarid qilib yashay olasiz. Narx 129.900, albatta kelishiladi, telefon raqamlari sanada aloqaga chiqib qo'yasiz. Uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yish esdan chiqib qolmasin.